Vitamin C tabletkalarini kuniga 2 ta kiviga almashtiramiz. B guruh vitaminlarini 10 gram mol go'shti jigariga almashtiramiz. Omega 3 vitaminlarini haftasiga 100 gram skumbriya balig'iga almashtiramiz. Magniy tabletkalarini 50 gram qovoq urug'iga almashtiramiz. Selen har kuni 2 ta grek yong'oqi. Shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'ling. Bu mahsulotda C vitamini kam. Bu mahsulotda esa ko'p. Bu mahsulotda temir moddasi kam. Bu mahsulotda esa ko'p. Bu mahsulotda D vitamini kam. Bu mahsulotda esa ko'p. Bu mahsulotda kalsiy kam. Bu mahsulotda esa ko'p. Agar menga oldinroq obuna bo'lganingizda, bularni allaqachon bilgan bo'lardingiz. Lab qurishi vitamin A, sudragi magniy, soch to'kilishi biotin, tez shamollash vitamin D3, yomon xotira omega 3 va B guruh vitaminlari. Qaysi magniy aynan sizga kerak? Magniy sitrat agar ich ketishda va hazm qilishda muammo bo'lsa. Magniy L-trionat miya va xotira uchun. Magniy malat energiya va tetiklik uchun. Magniy taurat yurak va qon bosimi uchun. Magniy sulfat og'riq va stressni kamaytirish uchun. Endi qay holatda qanday magniy ichishni bilasiz?